Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi kanalidasiz. Bugun ko'ryapsiz, BYD chempionlarimiz yetib kelgan. Skladdan turib sizga videosini joylayapmiz. Oq rangdagi dismi, qora rangdagi dismi bular hammasi 2026 Smart Drive pozitsiyadagi, ya'ni eng oxirgi restyling bo'lgan versiyalari. 605 km yuradigan avtomobillar. Ko'rib turganingizdek, xohlagan rangingizni xarid qilsangiz bo'ladi. Bu mashinalar oldin boshida 32 ming, 31,5 ming sotilgandi. Hozir yangi yil arafasida chegirma narxlarda sotyapmiz. Pastda raqam qoldiramiz. Narxini bilish uchun xohlagan paytingizda aloqaga chiqib so'rasangiz bo'ladi. Narxlarni aytib o'tishadi. Keling, mana birinchi bo'lib qorasidan boshlaymiz. Qorasi bu baribir o'zimizda eng ko'p xarid qilinadiganlardan biri. Shuning uchun qorasini ichini ko'rsatib o'tamiz. Siz bu yoqdan o'tib ko'rsatsangiz bo'ladi. Ichki qismlarini ko'rsatamiz. Avtomobilimiz ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqangi 15.6 dyumdagi bu yerda markaziy displey bor. Simsiz quvvatlash, zaryadlash portlari. Rulimiz yangi rul, bilasiz bo'ladi, yangilangan va eng asosiysi panorama tom funksiyasi hamda lyuklarning ochilishi avtomobilda saqlab qolingan. Pardalari ham bor. Bundan tashqari mana bu yerda narsalar qo'yishingiz joy. Ikkala old o'rindiqlarda isitish hamda sovutish funksiyasi, rulda ham isitish funksiyasi qo'shilgan. Bu oldin qo'shilgandi. Undan tashqari Smart Drive bo'lganligi uchun mana bu yerdan aynan avtopilotini o'chirib yoqsangiz ham bo'ladi. Ancha qulay bo'lgan avtomobil, ko'proq narsalar qo'shilgan. Endi esa sizga mana bu tomondan o'tib orqa qismini ham ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqada ham bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Mana bular nima desangiz, bular avtomobillarning kalitlari. Deyarli 20-25 ga yaqin BYD so'ng pluslarimiz yetib kelgan. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, narxini bilib, o'zingizga ma'qul kelgan rangini xarid qilsangiz bo'ladi. Orqada BYD yozuvlari ham yozadi, orqa ko'rinishlari va o'zini komplektida chiqadigan quvvatlagich. Undan tashqari mana bunaqangi rem komplektlari ham o'zida bor. Endi bilasiz, bular yangilangandan keyin pardalarni olib tashlagan, shuning uchun pardalari yo'q avtomobilda. Lekin orqa qismida ham ko'rishingiz mumkin. Poliklari o'ziga solib qo'yilgan, ya'ni poliklari bor. Undan hech qanaqangi muammosi yo'q. Endi oq rangdagisini ko'rsatadigan bo'lsak, bu ham xuddi shunaqangi bir xil, faqat rangi oq. Endi bu nima uchun kerak desangiz, kamroq yuvib, kamroq xarajat qilib, shu maza qilib qo'limdan latta tushsin deganlar uchun bu juda ham yaxshi variant. Bunda ham xuddi shunaqangi o'zining rem komplekti, quvvatlagichlari bor. Yana sizga ko'rsatib o'tadigan narsalarimiz mana bu yerdan ko'rsatamiz. Old qismi, ichki ko'rinishi, ya'ni charm ranglari bularda bir xil bo'ladi. Bilasiz, o'zgarish kamroq. Ichki qismi xuddi shunaqangi 15.6 dyumli. Bu yerda ham monitor o'zida, avtomobilning o'zida ingliz tili hamda xitoy tili bor. Bemalol ingliz tiliga o'tkazib foydalansangiz bo'ladi. Rus tili qilaman desangiz keyin ham o'zingiz qilib olishingiz mumkin va sizga bonus tariqasida aynan bizdan, ya'ni King Motorsdan xarid qilsangiz, navigatorni, kontur kamlarini o'zida bilasiz, bunga o'rnatsa bo'ladi, ochiq bo'ladi. Ochiq tizim bo'lganligi uchun o'rnatish osonroq. Shuning uchun biz sizga o'rnatib beramiz, ya'ni navigator, YouTube va shunga o'xshash boshqa brauzerlarni siz uchun bonus sifatida biz taqdim eta olamiz. Ko'rib turganingizdek, oq, qora rangda mana bulari ham, mana yana oqlari, yana qoralari sotuvda tayyor holatda. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, aktual bo'lgan narxlarni bilib, o'zingizga yoqqan rangini xarid qilsangiz bo'ladi. Sizni King Motorsda kutib qolamiz. Sifatli va kafolatli avtomobillarni xarid qiling.